Hurmatli ayollar, qizlar, opa-singillar, yuzingizga noto'g'ri kosmetika tanlab, adashib qo'ymaslik uchun, yuzingizda har xil asoratlar bo'lmasligi uchun bu tavsiyalarimni qunt bilan eshitinglar. Yaqinda bitta patsient, ya'ni bitta ayol kelib, yuzlarida dahshatli tarzda narsa toshib ketgan, prям valdir yiring oqyapti, prям tushunyapsizlarmi? Do holatlarini ko'rdim, yuzlari top-toza normalniy bo'lgan, faqatgina komedon va cho'rni tochkalar bo'lgan. Nima qilgan? To'g'ri kelgan mahsulotni bozordan borib sotib olgan, ya'ni sotuvchining tavsiyasiga binoan mahsulot sotib olgan, razdражение bergan va bu narsani internetda yoki ChatGPT dan maslahat olib, yuzi davolashga boshlaganlar. Va holat demodekoz, vulgarniy ugri juda ham bir даже dermatologический kasalliklarga o'tib ketgan. Holat juda ham achinarli. Men albatta ularni dermatologga jo'natdim. Nima demoqchiman? Shu holat sizda takrorlanmasligi uchun noto'g'ri kosmetika ishlatib, normalniy yuzinglarni yomon holatga keltirib qo'ymasligi uchun har doim bu narsalarni qanday ishlatishni biladigan mutaxassisga murojaat qilishinglarni tavsiya qilaman. Mana shu shkafimda ko'rib turgan barcha mahsulotlar bular yillar davomida sinovdan o'tgan. Bu narsani men patsientga berib, otziv yig'amiz, so'raymiz, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, nima qaysi mahsulot bilan qaysi mahsulot, qaysi ingredient bilan qaysi ingredient to'g'ri kelish kelmasligini biz har doim kontrolda ushlaymiz. Shkafda ko'rib turgan barcha mahsulotlar SPF dan boshlab, yuz umyvalkalaridan boshlab, sivorotka, nochnoy kremlargacha bularni hammasini o'zim tavsiyamga binoan olishinglar mumkin. Eng tavsiya qiladigan va barcha ayollarni xatosi bu SPF ishlatmaslik. SPF ishlatish juda ham shart. Yuzinglarni fotostariniy, ya'ni quyosh nurlaridan zaharlanish, zararlanishi oldini olasizlar. Yuz tez qarishini, yuzga har xil nojo'ya ta'sirlar berilishi, atrof muhitdan himoya qilasizlar. Namlanadi, oziqlanadi yuz va himoyada bo'ladi. Yaxshi SPF ishlatyapsizlar-da, lekin yuzinglarni yaxshi umyvalkada yuvmayapsizlar. Ko'chadan любой bitta arzonroq umyvalkani oldinglar, yuvasizlar. Uje sizlar keyingi eng qimmat, eng yaxshi mahsulotni ham effektini kesasizlar. Значит, bizda qanaqa bo'lishi kerak? Yuz to'g'ri yuvilishi kerak va to'g'ri tonizatsiya qilinishi kerak. Buning uchun men alohida kompaniya mahsulotlarimni taklif qilaman. Masalan, bitta kompaniyani hamma mahsulotini bermayman hech qachon. Meni eng yomon ko'rgan narsam, chunki bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men eng zo'r kosmetologik kompaniya deb hisoblagan kompaniyamni ham hamma mahsulotlari birdek zo'r emas. Shuning uchun men yillar davomida yig'ganman. Qaysidir kompaniyani umyvalka toniklarini yaxshi ko'raman. Qaysidir kompaniyani SPF-ni, qaysidir kompaniyani sivorotka, nochnoy kremlarini va eng asosiysi bu ketma-ketlik. Masalan, sivorotka survasiz, sivorotkadan keyin qanaqa krem surish kerak va krem sivorotkaga yuzni qanaqa tayyorlash kerak, bu narsalarni juda ham to'g'ri tanlov qilgan holda yuzingizga ishlatishni tavsiya qilaman. Eng zo'r, eng qimmat mana shu ikkita mahsulot ham agar yuzingizga to'g'ri kelmasa yoki yoshingizga to'g'ri kelmasa yoki siz qanaqadir kuchli kislotniy tonik bilan yoki kuchli umyvalka bilan ishlatib qo'ysangiz yoki bundan keyin qanaqadir noto'g'ri maska ishlatib qo'ysangiz, buni ta'sirini yoki kesasiz yoki juda ham yomon asoratlarga olib keladi. Shuning uchun to'g'ri tanlangan ketma-ketlik ham juda ham muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tanlov esa biz sizga har doim qilib beramiz, yordam beramiz. Barcha mahsulotlarim katalogi va ma'lumotini Telegram kanalimdan olishingiz mumkin va Instagram aktualnida ham saqlab qo'yamiz.